O'tgan yili Qozog'iston va Slovakiya o'rtasida tovar aylanmasi 140 million dollarni tashkil qildi. Bugun Oq O'rdada ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalasi muhokama qilindi. Ostonaga Slovakiya bosh vaziri Robert Fico rasmiy tashrif bilan keldi. Tor formatdagi muzokaralarda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev ta'kidlashicha, ushbu tashrif aloqalar uchun yangi istiqbollar ochadi. So'ngra davlat rahbari va bosh vazir Robert Fico ikki davlat delegatsiyasi a'zolari ishtirokida muzokaralarni davom ettirishdi. Qozog'iston prezidenti Slovakiyani Qozog'istonning Yevropa ittifoqidagi asosiy hamkorlaridan biri deb atadi. Astana men Bratislava arasında mazmunlu siyosiy dialog. Astana va Bratislava o'rtasida mazmunli siyosiy muloqot o'rnatilgan. Savdo, iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalarda aloqalar faol rivojlanyapti. Tegishli me'yoriy shartnoma asoslar shakllangan. O'zaro savdo tobora kengayib boryapti. Qozog'istonda 30 tadan ziyod Slovak kompaniyasi ish yurityapti. Slovak kompaniyasi tabisli жұмыс isteb жатыр. Qozog'iston prezidenti hamkorlik tuzilmalarini diversifikatsiyalashni taklif qildi. Energetika, sanoat, agrosanoat, logistika, raqamlashtirish, o'ta muhim xom ashyo materiallarida yangi imkoniyatlar ochilyapti. Qozog'iston Slovakiyaga neft, gaz, uran, oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilishga tayyor. Savdo va investitsiyaviy aloqalarni rivojlantirish uchun esa Qosim-Jomart To'qayev hukumatlararo komissiya vakolatini kengaytirish, uning ham raislarini vazirlar darajasiga ko'tarishni taklif qildi. Askeri texnikалық байланыстың әлеуеті зор. Бұған qo'sa biz harbiy texnik sohada ham ancha katta salohiyat mavjud. Bundan tashqari, muzokaralar davomida biz eng muhim strategik savdo yo'nalishlaridan biri Transkaspiy xalqaro transport yo'nalishidan birgalikda foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqdik. Men slovakiyalik hamkorlarni mazkur loyihada to'laqonli qatnashishga chaqirdim. U ikki tomonlama savdo uchun yangi ufqlar ocha olishi shubhasiz. tың serpin beruga tez. Davlatlar madaniy gumanitar aloqalarni ham kengaytiradi. Bunda Qozog'iston va Slovakiya universitetlarida ta'lim olayotgan har ikki davlat yoshlariga katta o'rin ajratiladi. Qosim-Jomart To'qayev va Robert Fico munosabatlarining tarixiy ildizlariga ham e'tibor qaratishdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida Slovakiyani ozod qilishda qozog'istonliklar ham qatnashgan. Qozog'iston prezidenti va bosh vazir Robert Fico davlatlar global tendensiyalar va chorlovlarga munosabatida ham o'zaro yaqin mavqeda ekanligini ta'kidlashdi. Ular ko'p tomonlama diplomatiyaga katta e'tibor beryapti.